Ushbu darsimizda aynan mana shunaqa montaj jarayonlarini o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin obuna tugmasini bosib qo'ying. Qani ketdik. Bosdingizmi? Boshladik unda. Bu darsimiz 3D karusel darsi bo'ladi. Qani ketdik, boshladik. Demak, Q harfini bosib o'zimizga kerakli holatda bitta shape chizib olamiz, do'stlar. Va rectangle ga o'tamiz. Rectangle pass. Birinchi navbatda o'zi buni o'lchamini salgina to'g'rilab qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Yaxshi. Rectangle pass 30 karusel 1 zo'r. Birinchi navbatda bu yoqqa o'zimiz kerakli holatda bironta video yoki rasm tashlab olamiz va bu rasmni track mat qilib bunga bog'lab qo'yamiz. Endi buni scale'ini salgina kichkinaroq keltirib olamiz. Zo'r bo'ladi. Endi ikkalasiga ham 3D ikonkasini yoqib qo'yamiz, ya'ni 3D holatga o'tkazib oldik. Juda ham yaxshi. Va mana buni biz positionini yoqib minusdan 500 qilib qo'yamiz. Juda ham yaxshi do'stlar. Va -500 qilishdan oldin do'stlar, buni parent lane qilib bunga bog'lab olishimiz kerak. Ya'ni shape ga bog'lab olishimiz kerak. Ham track mat qilamiz, ham parent lane qilamiz. Ikkalasini ham bosib qo'yishimiz shart. Va minusdan 500 holat keltirib olamiz. Zo'r. Va endi Ctrl D ni bosib kopiya qilamizda, buni tepaga chiqarib olib va Ctrl Alt Shift Y ni bosamizda nima qilamiz? Mana bu yoqdan aynan mana shu ikkinchi kopiya qilganimizda buni ham 3D ikonkasini yoqib qo'yamiz do'stlar, shu esdan chiqmasin. Va mana bu shape'ni bu yoqqa bog'lab, rotation'da bitta bosamiz. Mana buni holatda bursak, ikkita bo'ladi endi. Qaranglar. -60 mana shu holat kerak edi bizga. Endi do'stlar yana takrorlaymiz, ya'ni mana buni nullni o'chirib qo'yamiz va hammasini belgilaymiz. Ctrl D ni bosib, kopiya qilib, bitta tepaga chiqarib, pastga tushirib olamiz va bu yoqdan nima qilamiz endi? Endi aynan mana shu 3 va 4-chisini nullga bog'lab qo'yamiz va mana bu yoqdan plyusdan 120 qilamiz. Chunki ikkitasini hozir yurgizganligimiz uchun, ikkitasini gradusini burganligimiz uchun biz 120 qilyapmiz. Qarabsizlar, mana yana ikkita hosil bo'ldi. Xuddi shu holat yana davom ettiramiz. Mana bu yoqdan, demak, C3 va C4 ni Ctrl D, ya'ni videolari bilan birga Ctrl D ni bosib kopiya qilyapman. Kopiya qilyapman va mana bularni nima qilishimiz kerak? Biz null objektini o'chirib qo'yishimiz kerak, none qilib qo'yishimiz kerak. O'shanda faqatgina mana bu bizga suriladi. Hozir bu null 15 ga bog'langan. Va buni nima qilamiz yana? Plyusdan 120 qo'shib qo'yamiz. Mana avtomatik bizga bu tayyor bo'ldi. Juda ham yaxshi do'stlar, mana qaranglar. Tayyor, hammasi tayyor bo'ldi. Va hammasini faqatgina biz qoliplarni belgilab olamizda. Qoliplarni belgilab olib, mana qoliplarni belgilab oldik va null 15 ga bog'lab qo'ydik. Juda ham yaxshi. Endi buni buradigan bo'lsak, hammasi birdan buriladi. Juda ham zo'r. Mana shu narsa bizga kerak edi. Endi yana bitta zo'r sekretni o'rgatib ketaman. Y ga keyframe qo'yib olamiz. Ya'ni soatchasini yoqib olamiz. 1 sekundga kelamiz va yana bitta soatchasini yoqamiz. Endi 10 sekundga kelganda 10 emas, 20 sekundga kelaylik. 20 sekundga kelganda masalan 360, ya'ni 360 bo'lsin deymizda. 360 bo'lsin deymizda. Mana bunga altni bosib expressionga kirib olamiz va expressionga kirib xohlasak loop deb bu yoqdan yozsak ham bo'ladi. Loop out deymiz va mana bu yoqdan offset tanlab qo'yamiz. Bo'ldi. Hammasini belgilaymiz va informatsiyasin F9 bu yoqqa o'tib olamiz. Salga mana shuni qilib keltiraylik, bo'ladi. Bitta tomosha qilaylik endi nima hosil bo'lganini his qilasizlar. Demak, ovozlar baland chiqib ketmasligi uchun ovozlarni o'chirib qo'ydim. Demak, biz hozir nima qildik do'stlar? Mana bu yoqdan birinchiga keyframe qo'ydik va mana bu yoqqa 1 sekund to'xtab turibdi. 1 sekunddan keyin ham aynan mana shu nuqtada gradusda turibdi. Endi 20 ta frame, ya'ni 20 ta frame yuryapti-da. 20 ta frame yurish davomida mana bu aylanyapti. E'tibor bersangiz 60 gradusga aylanyapti. Bo'ldi. Keyin yana 1 sekund turadi-da, keyin yana aylanadi. Bu aynan mana shu hozir mana shu expressionimiz ana shunga javob beradi do'stlar. Qaranglar qanday ajoyib. Endi bizlarni qiladigan ishimiz faqatgina videolarni rasmni almashtirib chiqsak bo'ldi. Boshladik. Qani? Birinchisi turaversin, mayli, keyingisiga.
almashtirishda oson yo'lini aytaman do'stlar. Shunchaki mana buni belgilaysizlar va bu yoqdan altni bosib, tab ustiga tashlaysizlar, o'zgarib qoladi. Bo'ldi. Qaranglar, mana o'zgarib qoldi. Keyingisiga o'tamiz. Xuddi shu holatda mana bu rasmni, videoni belgilaymiz. Undan keyingi videoga o'tib olamiz va tab tashlaydigan bo'lsak, keyingi videoga o'tdi mana. E'tibor bersak, bu videoning hajmi katta ekan. Scale deb bosamizda, mana shuni kichikroq holatga keltirib olamiz. Yaxshi. O'zi Ctrl K ni bosib, buni ham sekundi kam ekan. Sekundini masalan 50 sekund qilib qo'yamizda. Shunaqa uzunroq qiladigan bo'lsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Qisqasi, sekundlar boshqa narsaga e'tibor bermasdan mana bu keyingi videoga o'tib olamiz va altni bosib yo'qqa tushirib qo'yadigan bo'lsak, Ctrl Alt Shift G ni bosamiz, mana qolipga tushadi. Keyingisi Ctrl Alt Shift G ni bosamiz va buni rotationini Z o'qiniga 90 gradus qo'yamiz. Bo'ldi. Endi scale'ni 50% ga tushirib qo'yamiz. Bo'ldi. Agar mana buni hozir biz sekundini tezlashtirsak, mana buni sekundini tezlashtirsak, bizga tezroq aylanib keladi, o'sha ko'rib olamiz. Yaxshi, masalan mana bu. Demak, mana bu yoqqa yana bitta video qo'yaversak bo'ladi. Tak, bo'ldi, menimcha hammasi bo'ldi. Yaxshi, juda ham yaxshi. Mana sekundini faqatgina sal tezroq qo'ysa yaxshi bo'lar ekan hozircha. Lekin o'zingizlar vaqtga qarab, vaziyatga qarab bemalol foydalanaverasizlar. Hammasini nalga bog'lab qo'yibmiz do'stlar. S harfini bosamizda, buni nalni salgina holatda mana buni kichkina qilib olsak bo'ladi do'stlar. Va mana bunaqa ko'tarib qo'yamiz. Nima uchun bu ishni qilyapman? Hozirlarga aytaman. Mana do'stlar, hammasini belgilaymiz. Ctrl Shift C ni bosib precompose qilib olamiz. Masalan, soya deb yozib qo'yamiz. Soya masalan 1 deb yozib qo'yaylik. Mana yozildi. Yaxshi. Mana animatsiyamiz ketaveradi joyida. Ctrl D ni bosamizda. Xohlasak bunga do'stlar mana bunaqa 3D effektini beraversak ham bo'ladi. Kollapsni yoqib qo'yadigan bo'lsak, o'sha holatda o'ziga qaytib oladi. Va mana bunda ham xuddi shunday. Endi bitta positionni mana shunday scale'da bitta bosamiz. Scale'da bitta bosamiz. Mana zanjirchani uzib qo'yamiz. O'rtasiga minusni bitta bosadigan bo'lsak, pastga qarab qoladi. Va mana holatga tushiradimiz. Juda ham yaxshi. Endi bunga o'zimiz kerakli liner wipe deb beraveramiz. Zo'r. Va phaser beraveramiz. Mana shunaqa phaser beramiz. Ajoyib. Endi bitta oppositesini ozgina pasaytirib qo'yamiz. 50 qo'yamiz. Mana. Bu yoqda hozir xiraroq turibdi. Tinni holatiga mana o'tkazib ko'rsataman sizlarga. Mana. Juda ajoyib animatsiya hosillar. Endi qotib qolmasligi uchun sekinroq holatga o'tkazamiz, yana xiraroq holatga o'tkazamiz. Endi tik. Xiraroq holatga o'tkazdik. Ajoyib. Juda ham zo'r. Yana bitta narsa qo'shsak bo'ladi bunga. Shunchaki eng tepasiga Ctrl Alt Shift, Ctrl Alt Y ni bosib adjustmentlar ochib olaman va bunga Deep Glow deb bitta beraveradigan bo'lsam, ajoyib effekt hosil bo'ladi. Endi qaranglar, bu hammasiga berib yubordi. O'shancha hammasiga Deep Glow bermasligi uchun o'ziga alohida beraversak ham bo'ladi. Deep
glow beramiz. Qaranglar, faqat tepaga berildi hozir. Buni masalan 900 qilamizda, mana bunisini 0.3 qilib qo'yamiz. Mana pastgina bo'ldi. Yorug'ligi ancha kamaydi. Endi mana shu narsani Ctrl K ni bosib, pastga olamiz, Ctrl V qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shunaqa holatda animatsiya montaj tayyor bo'ldi do'stlar. Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Biz o'sha fikrlarni har bittasini o'qiymiz va shunga qarab javob beramiz do'stlar. Photoshop qiziqmi, After qiziqmi, Illustratormi, qaysi dastur qiziq? Mana shu narsani sizlarga maksimal darajada ko'proq darsliklar chiqaramiz do'stlar. Albatta buni izohlarda yozib qoldiringlar. Agar After Effects'ni tartibli va tushunarli o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying.